Hurmatli hoji akalar, hoji ayalar, xush kelibsizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davrlarida bir Ukul degan bir qabila bo'lgan va Urayna degan bir qabila bo'lgan. Ya'ni ikkita qabila bo'lgan. Bu ikkita qabila islomga kiradi. Iymon keltirishadi, musulmon bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keladi. Faqat u Makka da bo'lmaydi, Madinada bo'ladi. Keyin ular kelib iymon keltiradi, keyin ular bir dardga chalinishadi. Bir qorin og'riq, bir haligi hozirgi tilda aytganda rakka o'xshagan tuzalmas bir dardga chalinishadi. Shunda Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ularga, ya'ni shifo bo'ladigan narsani ko'rsatishlik uchun nima qiladi? Vahiy qiladi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakotga berilgan tuyalarni boqib yuradigan bir yigitga qo'sh beradi. Sen deydi bularni sahroga olib chiqasan, tuyalarni sog'ib, tuyani sutiga bavlidan, siydigidan qo'shib berasan. Allohning izni bilan tuzaladi. Deb turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni nima qiladi? Sahroga chiqaradi. Haligi bir yosh yigit o'sha zakotga berilgan tuyalarni sog'ib, ma'lum bir miqdorda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatganlar. Shu tuyani bavli bilan sutini qo'shib berib, hammasini ichirib hammasi tuzaladi. Hamma odamlarga qilgan yaxshiligingizdan hammadan ham yaxshilik qaytavermas ekan. Ular nima qiladi bilasizlarmi? Dindan qaytadi yana. Eshagiloydan o'tadi-da, dindan qaytadi. Keyin haligi bolani o'ldiradi. O'zlariga tuya suti berib turgan o'sha haligi tuzatgan bolani tabibini o'ldiradi. Keyin ana o zakotga berilgan mana bunaqa tuyalarni hammasini olib o'g'irlab qochishib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabar yetganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda qattiq xafa bo'lganlar. Qarang, kasal bo'lib keldi, islomga kirdi, ularga ishondi, ishonch hosil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qildi? Ularni jo'natdi. Ular nima qildi? Yaxshilikning mukofoti nima bo'ldi? Yomonlik bilan tugadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni qo'l oyoqlarini kesib, ko'zini o'yib sahroga tashab qo'yinglar dedi. Sahobalar borib hammasini tutib, qo'l oyoqlarini kesib, ko'zlarini o'yib sahroga tashab qo'ygan, o'lib ketishgan. Buni oxiri shu bilan tugagan. Xo'p, endi mana hozir bizda eshitib qolamizda, ya'ni tuyani o'sha siydigi bilan suti dori ekan degan eshitib qolamiz. U masala faqat o'shalarga xos deydi ulamolarimiz.